Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga shanba 1-avgust Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Sparklardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat, yangi, eski har xillaridan bor. Video davomida ko'rasizlar. $1,500, $2,000 bilan Nasiya savdoga 1 yilgacha ham avtomobillar chiqqan. Oyma-oy to'lash sharti bilan ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishda, ushbu kanalimizga ham albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa avtomobil kerak bo'lsa azizlar, kommentariyaga yili bilan nomini yozib qoldiringlar. Xo'p, bugungi video roligimiz avtomat korobkasidan boshlayapmiz. 2017 oppoq rangidan 4-pozitsiyada. Yurgani qancha bo'ldi aka? 290 ming yurgan. ABS konditsionerlari bor, metan gaz qo'yilgan. Motor ходовой korobkalari o'ta chiroyli. Nexia 3 ta diskasi qo'yilgan. Yurgani ozlari ham, yili baland avtomatlari ham har xillardan chiqqan, yili eskilari ham. Nima qilingan? Shuma izolyatsiya qilingan. 290 ming yurgan. Qisqasi videoda oxirigacha ko'rib tursanglar, yaxshi video bo'ldi menimcha. 2017 avtomat korobka. 290 ming yurgan. Metanni kichkinasidan qo'yilgan ekan. Xo'p. Kraskasi qanaqa buni aka? 30% chiqadi. Oldi orqalari butunmi? Go'zal oldi orqalari. Bo'ldi. Nech pul qo'yaylik aka, yaqinroq qilib? Yoki bermaganingizni aytaverasizmi? 5000 ga bermadik. $5000 ga berilmadi, qo'shilsa xudo xohlasa beriladi. Generalniy daveni chiqadimi? O'tkazib olish 6 soat. O'tkazib olish 6 soat sharti. 50 gaplashib ko'ramiz. Xo'p desa gen ham yozdirib beraveramiz. Bo'ldi. Mashinaga barter bor. Bor. Nasiyaga sotilmaydimi bu? Bor bu ham variantga chiqaveradi. $2000 puli bilan. $2000 puli borga Nasiya savdoga ham chiqaverar ekan. Nomeringiz? Hop 91 477 477 88 87 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2013 navbatdagi Sparkimiz mexanika. Xo'p. 4-pokoleniya metan gazi bor. Propan ekan yo metanmi? Ha, metan ekan, bu tarafda ekan. Xo'p. 1-pozitsiya yurgani qancha? 300 mingdan ko'proq yurgan ekan. Motor ходовой korobka yaxshimi? Zo'r. Salon holatlarini ko'ringlar azizlar. 5400 dan shu. Buni narxini aytgani yo'q, hozir boshqasini aytyapti. Buni aytmadiz-a 5400 deb. Bo'lmasa ekan, metanlari bor. 300 mingdan ko'proq yurgan 2013 1-pozitsiya mexanika. Kraskasi qayerda aka? Kirilllar eshikda bor. Ikkita detal. Ikkita detal to'liq plus ikkita petnomi? Nech pul qo'yaylik aka? 4300 dan tushib beramiz. $4300 kami bor. Generalniy bo'ladi. Generalniy chiqaveradi. Variantni sotmaysizmi? Sotamiz. Nech puli bor ekan? $1,500-$2,000 puli borga Nasiya savdoga chiqaveradi. Oyma berish. Mashina bo'lsa kelishib olib qolaverasiz. Ha. Nomeringiz? 94 568 568 45 raqamiga murojaat qilasizlar. Yili baland avtomat Spark so'raganlarga azizlar, 22 aka. 2022 kraskasi toza, 85 ming kilometr bosib o'tgan. Metan gaz qo'yilgan ekan. ABS konditsioner hamma narsasi bor. Roli elektronik bo'ladi, bilasizlar. Yumshoq balon. Shumka qilingan ekan. Ichki holatlarini ko'ringlar. Xo'p, chexollari yaxshi. Ha, 65 talik metan gazlari bor. 2022 85 ming yurgan 4-pozitsiya avtomat korobka, kraskasi 100% toza. Gazlari bor, yumshoq baloni bor. Nech pul qo'yaylik aka? buni ochiq aytaveraylik. Men savdoy mashinaqa o'zi 8100 ga egasidan hozir oldim o'zi. Gen bo'larmi chiqib? Ha, shu 3.9 ga chiqadi keyin. Gen chiqaveradi. 8100 ga foyda berganga berasiz. 8100 ga foyda bersa mashina burishmi, dehqonmi beramiz, xudo xolasa. Bitta hujjat qilib berishga javob. Bo'ldi. Mashina bo'lsa barterga olib qolaverasiz. Ha, yili pastroq mashina bo'lsa, ko'rsat, anaqa qolaveramiz, kelishib olib qolaveramiz. Qiziq, faqat asosan Spark. Nomeringiz? 88 975 975 0666 0666 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 2019 navbatdagi Sparkimiz mexanika ishqibozlar uchun bunisi ham. Xo'p, 243 ming yurgan 2019 2-pozitsiyada. ABS bor, konditsioneri bor, metan gazlar qo'yilgan. Motor ходовой korobka yaxshimi? Hamma yo'q yaxshi. Xo'p.
Salon holatlarini ko'ringlar. Mana. Yaxshi. Metan gazlari bor. Xo'p, kraskasi qanaqa buni? Kraska 2 orqa eshik bilan orqa chaqtiriladi. 3 ta detalda. 2019 243 ming yurgan ikkinchi pozitsiya. 3 ta detalda kraskasi bor. Nech pul qo'yaylik narxini aka? Tak. 5800 deyapmiz endi. 5800 aytyapsizlar. Bermaganingiz bo'lmadimi mabodo? 53 qilishuvdi. 5300 gacha pul ko'rgan. Generalga chiqadimi? Generalni ham chiqadi. Xo'p, nasiyaga sotmaysizlarmi? Nasiyaga 3000 puli bo'lsa 3000 dollar puli boriga 6 oygacha kelishadi. Xo'p, telefon raqamingiz 97 97 961 961 21 21 raqamiga murojaat qilasizlar. 2016 navbatdagi Sparkimiz. Yurgani 372 ming dedingizmi? 372 ming yurgan, mana katta motordan. Metani bor, konditsionerlari bor. Motor ходовой коробкasi? Zo'r. Balonlarni ko'ringlar. Diska qo'yilgan, Cobalt diskasi. Avtomobil birinchi pozitsiyada, lekin konditsioneri qo'yilgan ekan. Ishlaydimi aka, xudo xolasa? Ha, ishlaydi. Konditsionerlar ishlaydi. Mana shanba kunlik bozorni ko'ryapsizlar. Mashina juda ham oz, lekin qo'ldan kelgancha syomkani qilyapmiz. Polniy shuma izolyatsiya qilingan metanlari bor. 2016 372 ming yurgan mexanika korobka, konditsionerlari bor. Birinchi pozitsiya. Kraskasi? Eshigi bilan kapotda bor. Eshigi bilan kapotda 100 aka. Usvitlari o'ziniki aka? O'ziniki. Nech pul qo'yaylik buni? Buni 5400 dan tushiraman. 5400 dollar kami bor. Kami bor. Xo'p, bermaganingiz bo'lmadimi aka? Yo'q, birinchi bozor. O'zi hali bozor ham boshlangani yo'q-ku. Generalni chiqadi. Chiqadi. Nasiya savdochi. Bor. Nech puli borga, necha oyga? 1 yilgacha 2000 pul bor. 2000 dollar puli borga 12 oy muddatga oyma-oy berish sharti bilan. Faqat Andijonmi yoki beraverasizmi? Faqat Andijon. Mashina bo'lsa kelishgan holatda olib qolinar ekan. Deyarli hamma yo'llari bor ekan, qo'ng'iroq qilib ko'raverasizlar. Nomeringiz 94 94 568 562 568 45 45 raqamiga murojaat qilasizlar. Xo'p, azizlar, bugun mana avtomat korobka Spark so'raganlarga ham juda ham ko'p xillardan chiqyapti. Navbatdagi Sparkimiz ham avtomat korobka 2019-yilda ishlab chiqarilgan, choko rangidan 4-pozitsiya bu. 4-pozitsiya. Qancha yurdi aka? 105 ming yurgan, yurgani ham yaxshi ekan. 4-pokoleniya. Propana bu. Propan. Motor ходовой korobkalari yaxshimi? Zo'r. Balonlari yaxshi. Salon holatlari mana 4-pozitsiya avtomat korobka. Ichki holatlarni ko'ringlar, yaxshi. Propanlari bor ekan tabletka. Mana 105 ming yurgan dedingiz aka? 2019 kraskasi qayerda? Avtomat korobka 100% toza. Narxi nech pul buni? Narxi buni 7,5 ming ozgina o'tib beramiz. 7,5 dollar puli borga nasiyaga beraveramiz. Ozgina o'tib beriladi. 3-4 ming dollar puli borga nasiya savdoga necha oygacha aka? 1 yilgacha 1 berilaveradi. yilgacha. Faqat Andijonmi yoki kelishlar? Andijon, Asaka, Farg'ona, Marg'ilon berilaveradi. Bo'laveradi. Generalni daviniz chiqadi. Ha, chiqadi. Mashinaga barter bor. Mashinaga barter bor. Nomeringiz 97 97 004 004 0202. 0202 raqamiga murojaat qilasizlar. 2017 navbatdagi Sparkimiz mokriy asfalt rangini so'raganlarga yurgani 190 1000. 191 ming yurgan. Metan gazlari bor, ABS, konditsioner. Mana balonlarni ko'ringlar. Salon holatlari. Xo'p. Yaxshi. Metan gazlari bor. 2017 ikkinchi pozitsiya mexanika. 191 ming yurgan mokriy asfalt rangidan. Kraskasi? Eshik, orqa eshik kapotda bor. Ikkita eshigida, bitta kapotida. Sapachogida bor. Plus bitta sapachogida. Sapachog petno bor. Nech pul endi narxi aka? 5300 dan tushib beramiz. 5300 dollar kami bor. Yani xohlagan dokument chiqadi. Gen chiqaveradi.
Nasiyaga chiqadimi? Chiqadi. Necha pul bor ekan? 2000 dollar pul bilan 12 oy muddatga Andijonga oyma-oy berish sharti bilan sotilaverar ekan. Mashina bo'lsa kelishilgan holatda Spark'lar bo'lsa olib qolinar ekan. Nomeringiz 94 94 568 568 45 45 45 45 raqamiga murojaat qilasizlar. 2017 3 ta detalda to'liq kraskasi bor, bitta sapachogida 191 ming kilometr bosib o'tgan. Yili eski avtomat korobka so'raganlarga 2012 navbatdagi Sparkimiz Stano svetidan. Buni yurgani qancha aka? 300 ming yurgan. Xo'p, 300 ming yurgan. ABS konditsioner, metan gazlari bor. 300 ming yurgan mashina ekan 2012. Motor hadovoy korobkalari yaxshimi? Xudo xohlasa yaxshi deb aytayapti akamiz. Endi o'zingizlar kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Metan gaz qo'yilgan. 2012 300 ming yurgan avtomat korobka. Kraskasi 30% kraskasi bor. Oldi orqalari butunmi aka? butun. Necha pul qo'yaylik buni? Buni 4700 dan tushib beramiz. 4700 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Buni qira bir berishdi. 4100 gacha pul ko'rgan. Generali chiqadi. Chiqadi. 1 yilgacha nasiya beraverasiz. Beramiz. Xo'p, mashina bo'lsa kelishilgan holatda olib qolinar ekan. Nomeringiz 94 94 568 568 45 45. 45 45 raqamiga murojaat qilasizlar. Yana Yana mashina bormi? Qanaqa mashinalar bor? 14 bor, Aha. 15 bor. Spark, ha? Ha, Spark. Bo'ldi, aloqaga chiqaverasizlar. 2014 navbatdagi Sparkimiz. Xo'p. 2014 400 mingdan ko'proq yuribdi. ABS bor, konditsioner, metan gazlari bor. Motorlari yaxshimi aka? Motorlari zo'r, hadovoylari ham yangi qilingan. Korobkalari-chi? Korobkalari ham. Motor hadovoy korobkada ishi yo'q ekan, xudo xohlasa. Mana 423 ming yurgan mashina. Yangi balon. 3 ekana pozitsiya. 3-pozitsiya. Oldida sapachoda bir qarich petnosi bor. Xolosmi? Bitta sapachogida petnosi bor ekan, xolos. Metan gazlari bor. 2014 423 ming yurgan 3-pozitsiyada bitta petnosi bor ekan, xolos. Narxini necha pul qo'yaylik aka? Narxini 5200 dan tushib beramiz. 5200 tushib beriladi. Variant deganlar 2000 dan chiqaveradi. Naqd pulga bermaganingiz bo'lmadimi aka? Yo'q, endi birinchi bozor olib chiqyapti. Generali chiqadi. Chiqadi general. Nasiya savdoga oldindan kamida necha puli borga 2000 chiqadi? puli borgacha. 2000 dollar puli borga necha oygacha? Har xil 6 oy, 10 oy, 1 yil. 1 yilgacha eng ko'pi chiqaveradi. Eng ko'pi. Oyma-oy beradimi? Oyma-oy beradi. Oyma-oy berish shart bilan. Faqat Andijonmi yoki kelishlaveradimi? Masalan, Andijonga Faqat Andijonga ekan, aloqaga chiqaverasizlar. Nomeringiz 91 91 477 477 88 88 87 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. Navbatdagi Sparkimiz ham avtomat korobka azizlar. 2018-yilda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiyani Yevro varianti, ya'ni Yevroga chiqqanlaridan. Bu Ravona zavodskoy. Yurgan 200 13 ming. 213 ming yurgan. ABS bor. Motor hadovoy korobkalari Zo'r. zo'r. Balonlari yaxshi. Hadovoylari qilib qo'yilgan. Endi Spark o'zi menga odam biladi, hadovoyi ancha uzoqqa yetadi o'zi. 213 ming yuribdi. Ichki holatlari yaxshi, avtomat korobka. Albatta ushbu kanalimizga ham obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, bu kanalga ham kunda videolar chiqarib turamiz. Endi ayrim sabablarga ko'ra shu boshqa kanallarga ham qo'yapmiz. 2018 avtomat korobka, katta motordan 213 ming yurgan. Kraskasi Krilo kapot edi. Krilo kapotda bor xolos. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q. Necha pul qo'yaylik aka? 6200 ga beramiz. 6200 ga beriladi. Hujjatlari-chi? Hujjatlar xohlagani Xo'p, birar 3000 pul bo'lsa nasiyaga berasizmi? beramiz. 12 oy muddatga Andijonga oyma-oy to'lash sharti bilan kelishilgan holatda nasiya savdo berilar ekan. Telefon raqamingiz 91 91 477 477 88 87. 88 87 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2016 navbatdagi Sparkimiz Delfin svetidan nechinchi pozitsiya? 1-2 qilingan, 2 1 ikkinchi pozitsiya qilingan. Xo'p.
Metan gazlari bor. Qancha yurdi bu? 380 ming yurgan. Motor ходовой korobkalari. Texnik holatdan muammo yo'q umuman. Oynasi oldi elektronik qilib qo'yilgan ekan. Mana metanlari bor. 380 ming yurgan dedingizmi? 380 ming yurgan 2016. Kraskasi qayerida? Kraskasi 3 ta yerida bir petnolari bor. 3 ta joyda petnosi bor. Necha pul qo'yaylik buni? 4,5 ozgina beramiz. 4,5 dan o'tib beriladi. Generalni chiqaring. Hali savdo qilmadingizmi Yo'q, menimcha? savdo Mashinaga barter bor, ha? Karter bor, 1,5 ming bo'lsa variant bor. Nasiya savdoga. Telefon nomeringiz? 90lik 90lik 771 771 0444. Aloqaga chiqaverasizlar azizlar. Navbatdagi Sparkimiz ham avtomatik korobka 2014-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangidan. Buni yurgani qancha aka? Buni 110 ming. 110 ming kilometr bosib o'tgan, ABS bor, konditsioneri, 4-pokoleniya. Propan ekan bunda ham. Yurgani oz ekan buni ham. Yurgani oz. Eshittirib olishi halol bor. Salon holatlari mana avtomatik korobka. 114 ming yuribdi. Menimcha oz haqiqatdan 2014 ga. Mana. Tabletga propan 114 ming yurgan 2014. Avtomatik korobka. Kraskasi top-toza. Kraska 100% toza. 100%. Narxini necha pul qilib berasiz bunisini? Buni 5800 dollardan ozgina xayriga o'tib beraman. 5800 dollardan ozgina xayriga o'tib beriladi. Generalniy daviniz chiqadimi? Chiqadi keyin deymiz. Xo'p. 12 oygacha nasiya savdo bor-a? 12 oygacha 2,5-3 ming pul bor odam nasiya savdo telefon qilar. Mashinaga barter bor. Mashinaga barter bor. Nomeringiz? 33lik 33 098 098 0202. 0202 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. Spark sotadigan, oladigan odamlar ham telefon qilarsiz. Bu